7dan 70gacha Ulug' Turkiston va Janubiy Turkiston va Güney Turkiston xalqi o'zbek, turkman, qirg'iz, qozoq, totor, boshqa barcha xalqlarga, Afg'oniston to'g'riqlariga yashagan barcha inog'alarimizga Ramazon hayitlaringiz qutlug' bo'lsin. Ramazon bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Qayerga, qaysi bir dunyoning qaysi bir go'shasiga bo'lsangizlar, sog' va salomat bo'lingizlar. Alloh taolodan islaymanki, Tangrimdan yaxshi Ramazon oyini o'tkazgan bo'lsangizlar. Rabbim sizlarni asrasin. Bor va sog' bo'lingizlar. Aziz o'lkadoshlarim, aziz inog'alarim, birlik, barobarlik bizlarning sha'ni shavkatimiz. Ota bobomizdan miros qolgan. Bizlar bu birlik, barobarlik uchun nima bo'lmamiz kerak? Bir parcha bo'lmamiz kerak. 7dan 70gacha bizlarda oziqamiz. Har birlaring dunyoning har bir go'shasiga bo'lsanglar, muvaffaq va komiyab sar bilan bo'linglar. Chi yurt ichi, chi yurt ishi. Har bir yerga bo'lsangizlar, Alloh sizlarni asrasin. Bor va sog' amon bo'linglar. Rabbimdan islayman, har bir ayit, har bir bayram, har bir Ramazon yaxshi illar, yaxshi zamonlar bilan kelsin. Ammo buni unutmangizlar. Ramazon keladi, ayit keladi, insonning umri kechadi. Umrlaring kechadi. Bugunni erta topa olmaysizlar. Bilinglar. Rabbim qaysi bir go'sha va kunora va dunyoga bo'lsanglar, birlikni, barobarlikni unutmangizlar. Bir parchalikni unutmangizlar. Shaytonning gapiga ketmangizlar. Har bir viloyatdan, har bir tilga gaplashasizlar, bir xalqsizlar, muboriza qilasizlar. Bu hammamizni ko'ramiz. Hech kim aytmasin. Kimsa kimsani aşağı olmaydi. Tutinglar. Kichikni ham, buyukni ham qo'lidan tutingizlar, bir-birovlaringizdan himoyat qilinglar. Faqat bizlardan qoladigan mana shu asinoqalarim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men sizlarni har bir zamon, har bir doim, har bir xalqimizni she'r, shoirlik, qo'shiq, har bir narsa, Qur'on o'qimoq, Hofiz, Mavlaviy, cho'pon, dehqon, har bir xalqimiz har bir ishga davom etmamiz kerak. Hadafimiz, tilimiz, huviyatimiz, xalqimiz. Bizlar yashadığımız ülkega eri kelsa mamnun bo'lganmiz, eri kelgan bo'lsa mamnun emasmiz. Boyat buni nima raqam jo'roq? Qachongacha g'ulomlik qabul etaylik? Kelinglar, akalarim, ukalarim, bir-birovlaringni qo'llaringdan tutinglar. Bugun ertaga topilmas, erta bugunga topilmas. Shuning uchun tildoshlar bilan yaxshi axloq, yaxshi raftorga harakat qilaylik. Kimni bilimi kimsaning ishiga yaramaydi. Har kimning bilimi o'ziga, har kimning tahsili o'ziga, har kimning puli, moli, mulki o'ziga. Faqat til bilan munosabati ilm, til bilan aql bilan, mantiq bilan bir-birimizga muhabbat, sevgi so'yib quraylik. Bir insonni ilmi bo'lmasa hech kim ilmni pul bilan sotib ola olmaydi. Qarangizlar, ilm daryoday o'tib ketyapti. Islagan bir qoshiqda oladi, islagan bir taboqda oladi, islagan bir satinda oladi, islagan bir ko'pda oladi. Ammo hech kimni ilm bilan o'lchamaylar. Dunyoni qayerga bo'lsanglar, Rabbim sizlarni asrasin. Bizlarga
dehqonam kerak, cho'ponam kerak, mardikoram kerak, yoshliyam kerak, yanga yigitlaram kerak, ayollaram kerak, opa-singillarimizga. Opa-singillarimiz bugun darsini o'qiyolmaydi. Bugun tahti u xalqqa bo'lganki, o'z tiliga o'qiyolmaydi, boshqa tillarga o'qiyolmaydi. Erta bizlarga kerak bo'lgani, bizlarda qancha ro'bamiz bor bir inson nomiga, u opa-singillarda ham shuncha nimasi bor, haqqi bor. Opa-singillarimizni, onalarimizni, otalarimizni barcha kattadan kichikkacha hammasini Rabbim Ramazonlarini, hayitlarini, toat ibodatlarini darvoriga qabul qilsin. Dunyoni har go'shasiga bu senlar bor va sarfiroz bo'linglar. Rabbim hech kimsaga muhtoj qilmasin. Muhtoj tek bir zotga aytadi, 99 ta oti bor. Janobi Alloh, Tangri har bir tilga, har bir shaklga ayta olasizlar. Hech kim sizlarni e'tiroz qila olmaydi. U Alloh har bir xalqqa bag'li, har bir insonga bag'li, har bir jonliga bag'li. Shundoq tushuninglar. Albatta kun o'tadi, kecha keladi. Kecha o'tadi, kunduz keladi. Ammo oy o'tadi, yil keladi. Insonning umri o'tadi. Buni hech zamon unutmanglar. Bugunni erta topa olmaysizlar. Bugungi so'ylayish so'zlaringni erta topa olmaysizlar. Inog'am o'zbek, turkman, totor, qirg'iz, qazzoq, mushti, turki xalqlar bir yerga uringlar. Tillaringda qo'ldan bermanglar. Insonliklaringni, muhabbatlaringni qo'ldan bering. So'rab kelsakki, ota bobolarimiz bizlarda kimlardir? Ota bobolarimiz dunyoni eng deyarli hukumatlarini qurib kelgan bizlardir bobolarimiz. Rabbim har bir xalqimiz, bizlar hech bir qavmda sho'g'lamaymiz, hech bir qabilani sho'g'lamaymiz. Xudovand har bir xalqni yaratgan. Afg'onini ham yaratgan, tojikini ham yaratgan, hazorasini ham yaratgan, o'zbekini ham, turkmanini ham, totorini ham, qirg'izini ham, har kimni tabaqa va tabaqa yaratgan. Hech kimni o'lchisini biz qila olmaymiz. Janob Haq o'zi qiladi. Hech vaqt bular uchun boshlaringni og'ritmanglar. Sevgi, muhabbatni bir-birlaringdan ayirmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tangri sizlarni asrasin. Yana aytaman, hayitlaringiz qutlug' bo'lsin. Barcha tildoshlarim bor va sog' amon bo'linglar. Qo'llaringdan kelsa meni videolarimni akkauntimga kirib bir beğenib, bir like, bir follow qilinglar. Qilmasanglar ham o'zlaringiz bilasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jon jigarsizlar. Marhabo.